qadrli vatandoshlarim, siz azizlarni, ko'p millatli butun xalqimizni kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan chin yurakdan muborakbod etaman. O'tib borayotgan yil xalqimiz hayotida katta o'zgarishlar, ertangi kunga mustahkam ishonch va ulkan natijalar yili bo'ldi. Dunyodagi murakkab vaziyatga qaramasdan biz o'z oldimizga qo'ygan barcha maqsad va marralarga erishdik. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi ilk bor 145 milliard dollardan oshdi va mamlakatimiz o'rta daromadli davlatlar qatoridagi o'rnini mustahkamladi. Iqtisodiy o'sish samarasi odamlarimiz hayotida, oilalar daromadida, mahallalar qiyofasida, yoshlarimizning kelajakka bo'lgan ishonchida yaqqol namoyon bo'lmoqda. O'tayotgan yilda har bir oila, har bir xonadonda xursandchiliklar, baxtli damlar ko'p bo'ldi. Yangi uyga ko'chib kirgan, o'z biznesini yo'lga qo'ygan yoki kengaytirgan, daromadi oshgan, ilm-fan, sport, madaniyat va boshqa sohalarda o'zi yoki farzandlarining yutuqlaridan quvongan millionlab oilalarning shodligi 2026-yildagi maqsadlarimizga erishish yo'lida bizga albatta katta kuch beradi. Aziz yurtdoshlarim, biz kelgusi yilda ham har bir oilaning baxtli, farovon va sog'lom hayot kechirishi, yoshlarimizning sifatli ta'lim olishlari, kelajak kasblarini egallashlari va sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun yangi imkoniyatlarni ishga solamiz. Biz 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildik. Yangi yilda minglab mahallalar infratuzilmasini yaxshilab, ularga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kiramiz. Barcha iqtisodiyot tarmoqlarini texnologik innovatsion o'sish modeliga o'tkazamiz. Xalqimizning daromadi va xarid qobiliyatini oshirish ishlarini yanada jaddallashtiramiz. Aholining yordamga muhtoj qatlamlari, muhtaram keksalarimiz, qadrli xotin-qizlar va navqiron yoshlarimizni qo'llab-quvvatlashni kengaytiramiz. Ekologiyani yaxshilash, yashil energetikani rivojlantirish va suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha ta'sirchan choralarni davom ettiramiz. Bir so'z bilan aytganda, yangi 2026-yilda ham barcha islohotlarimiz, sa'y-harakatlarimiz odamlarimiz yaxshi yashashi va biznes uchun eng qulay sharoitlarni yaratishga qaratiladi. Tajribali mahalla raislari va faollari, ziyolilar, tadbirkorlarimiz, serg'ayrat yoshlarimiz, keng jamoatchiligimiz, har bir vatandoshimiz ushbu oliyjanob ishlarga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Aziz vatandoshlarim, yangi yil arafasida har bir oila yaxshi niyatlar qiladi. Har bir inson qalbida yorqin orzu-umidlar jo'sh uradi. Har birimizning pok niyatlarimiz, ezgu maqsadlarimiz 2026-yilda albatta amalga oshsin. Yangi yil har bir oilaga sihat, salomatlik, baxt, saodat, qut, baraka, yurtimizga yuksak taraqqiyot, tinchlik, xotirjamlik olib kelsin. Yaratgan Parvardigor vatanimizni asrasin. Xalqimiz hayotini yanada yaxshilash yo'lidagi ishlarimizda madadkor bo'lsin. Yangi yil barchamizga muborak bo'lsin, azizlarim.